Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Lamine Yamal bu mavsumda nechta gol bilan mavsumni yakunlar ekan? Nega bu savolni beryapman? Chunki Yamal bu mavsumdagi 19-golni kiritdi barcha musobaqalar doirasida va La Ligadagi 14-gol bilan do'stlar Mbappe Murikidan keyin to'purarlar bahsida ayni paytda 3-o'rinda ketyapti. 2023-24 mavsumida Yamal 50 ta o'yinda 7 ta gol kiritgan. O'tgan mavsum 24-25 mavsumida 55 ta o'yinda 18 ta gol va do'stlar bu mavsum 36 o'yinda 19 ta gol va 17 ta assist qayd etgan. Va Lamine Yamal Unai Simon darvozasiga kiritgan gol haqida. Unai Simon juda yaxshi biladi do'stlar. Yamal qayerga tepishini, qanday aylantirib tepishini, lekin shunday bo'lsa-da, shu payt bilasizmi, Bruce Leening aytgan gapi esga tushaveradi. Bilganlar izohlarda yozib qoldiring. O'sha bir xil uslub ustida ishlayverib, uni mukammallashtiraverib, mana shunday do'stlar gollarni kiritishda davom etyapti. La Ligada chempionlik uchun kurash davom etadi. Barselona 0-1 hisobda, minimal hisobda ancha qiyin o'yin o'tkazdi, chunki Atletik Bilbao kurashdi do'stlar. Kurashdi, lekin o'z imkoniyatlarini golga aylantira olmadi. Joan Garcia umuman yuqori formada bo'lib turibdi va do'stlar Unai Simon o'rtasidagi Joan Garcianing hozirgi o'sha holatlari haqida o'z fikrlaringizni kommentlarda bildirib o'tishingiz mumkin. Va do'stlar, mana shunday La Ligada kurash davom etadi.